Assalomu alaykum. Ismim Yo'ldosheva Gulchehra. Aniq va ijtimoiy fanlar universitetini xorijiy til va adabiyoti yo'nalishini birinchi bosqich talabasiman. Grant asosida tahsil olaman. Maktabda ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim juda ham baland bo'lgan. Olimpiadalarda birinchi o'rinlarni olganman va oxirgi marta 2022-yilda o'tkazilgan respublika miqyosidagi olimpiadada nufuzli 2-o'rinni oldim. Shu qiziqishlarim tufayli universitetda shu sohani tanladim. Universitetning grant uchun o'tkazilgan imtihonlarida ona tili va ingliz tili fanlaridan imtihon topshirdim va eng katta ballardan birini olganligim sababli IFU universitetining grant sohibasiga aylandim. Menga IFUda o'qish juda ham yoqadi. Men bilan birga dunyoqarashi keng va bilimi kuchli talabalar tahsil olishadi. Bundan tashqari, o'qituvchilarimiz juda ham malakali o'qituvchilar va o'z sohalarida ekspert. Bizga dars jarayonlarida hayot saboqlarini ham o'rgatishadi. IFU universitetida grant asosida tahsil olish istagida bo'lgan abituriyentlarga shuni maslahat bergan bo'lardim. Avvalo, o'z bilimlariga ishonishsin va imtihonda yuqori ball to'plash uchun harakat qilsin.